Assalomu alaykum. Hurmatli elektrokurov o'z kuzatuvchilari. Hop, bu elektrodvigatel uchun himoya rejimi G200 foydalandi. Pускатель, albatta knopkasi stop start. Faza almashish qolmasligi uchun XG3G. Hop, bu avtomat nimaga desanglar, fazasini o'zi ko'rsatamiz. Ishlaydimi, ishlamaydimi shuni ko'ramiz. Voltmetrlar qo'yib qo'ydik, chiroyli qilib. Hop, o'rtadagisida ampermetrimiz bor. Xudo xolasa bu simlarga e'tibor bermaysizlar. Bular sinov uchun qo'yilgan simlar. Bizda mana topilgan elektrodvigatelimiz, nol shinamiz bor alohida. Xo'sh, avtomatdan foydalandik. Chint 80 amperliksidan. Xo'sh, Pускатель 5011. XG3G G5 0.5 dan 40 kilovatgacha bo'lgan diapazondagisi. Xo'sh, vaqti 2 kilovati. Ko'rib turganlaringda hammasini 0 keltirdik. Vaqtini ko'paytiramiz, kilovatni oshiramiz. Kilovat qancha bo'lishini keyin o'zimiz aniqlab olamiz. Xo'p, boshladik tajribamizni. Xo'p, avtomatni o'zi yoqdik. Fazamiz teskari ekan. Sizlar ko'rinayotgan bo'lsa qizil chiroq. Fazamiz teskari ekan. Voltmetrlarimiz mana xudo xolasa ishlayapti. 231, 228, 233 holatida. Xo'p, endigi navbat G3ni sodda qilib aytganda fazasini to'g'rilaymiz. Bu qanday bo'ladi? Elektrikdan o'chiramiz. G3ni ochamiz. Fazasini to'g'rilab olamiz. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi terka. Hop. Endi shunda qilingan ishimizdan pardoziga uncha e'tibor bermaysizlar. Bu pardoz qilinmagan ishimiz hali. Agar kimgadir shunaqa ma'qul kerak bo'lsa ishlar, natijalarini ko'rasiz. Ma'qul kelsa, bu elektrodvigatel asinxron qisqa tutashtirilgan rotorli elektrodvigatelni himoya qilish uchun qilingan elektrodvigatelimiz shu orqali himoya qilinadi. Kuyib qolish, qisqa tutashuv, ortiqcha yuklama hamda faza yo'qolib qolishda, bir dona faza yo'qolib qolishdan himoya qiladi. Hop, ko'rib turganlaridek almashtirdik. Fazani yoqdik. Mana bizda yashil paydo bo'ldi. Ishlanishlarimiz o'zgargani yo'q. Mana joyida turibdi. Hop, endigi navbat